Hammaga salom. Bugun sizlar bilan YouTube'ga monetizatsiya ulashdan oldin davlatni o'zgartirishni o'rganamiz. Chunki O'zbekistonni YouTube bilan shartnomasi yo'q. Shuning uchun biz boshqa davlatga o'tkazib bemalol pul olishingiz mumkin. Undan oldin biz Google ga kirib youtube.com deb yozamiz. Va akkauntni YouTube'ni kompyuter versiyaga o'zgartirishimiz kerak. 3 nuqtani bosib desktop versiya deb spichkani bosasizlar va YouTube kanalini kompyuterning versiya qilib beradi. Va sizlar akkauntningiz ustiga bosib turib u yerdan akkaunt ichiga kirib olishingiz kerak. Va bu yerdan akkaunt nastroykasiga kirasiz. Va bu yerdan bizni YouTube studioga o'tkazib yuboradi. Biz bu yerdan tepadagi chap tarafdagi 3 nuqtani bosamiz. Va bu yerdan earn, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilganda daromad so'zini bosamiz. Va bu yerdan yozuvlar pastda ko'k yozuvda yozuv turibdi. Shuni bosamiz va bu yerdan biz valyuta tanlaymiz. Qaysi davlatning valyutasi bo'lishini tanlaymiz. Yaxshilab tanlaylar, keyin bu sizlarga boshqa pulga asosan men maslahat beraman. Buyuk Britaniya yoki Amerikani pullarini tanlashni. Chunki ular dollar bo'ladi va sizlar uni O'zbekistonga yechib olishingiz oson bo'ladi. Men hozircha xohlagan bitta davlatni tanlab turaman. Va bu yerga siz bironta so'z kiritishingiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz kiritmasligingiz ham mumkin. Va sizni davlatingiz o'zgartirildi. Va siz 1000 ta obunachiga erishib va 4000 soat yig'ib bemalol YouTube'dan pul olishingiz mumkin. Sog' salomat bo'ling. Videomiz tugadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.